Assalomu alaykum YouTube obunachilari, kanalimizani bizga sodiq bo'lgan obunachilar va yangi qo'shilayotgan yangi kelinchak va onalar. Sizlarni ham uylarda mana shunaqa ahvol bo'lishini hammaga tilab qolgan holatda bugungi mavzuyimiz deylik natriy xlor. Bu haqida bilganlar bor, bilmaganlar bor. Ayniqsa 2 ta, 3 ta farzandli onalarimiz bu haqida juda yaxshi bilishadi. Endi menimcha yaxshi bilishadi, chunki 2 ta, 3 ta bolasi bor onalar bolalarini asosan qishda bo'ladigan noxushliklar, ya'ni burnini bitishida buni keng qo'llashadi. Shu sababli men ularni yaxshi bilishadi dedim. Birinchi farzandga endi birinchi farzandli bo'lgan yangi onalarimiz, yangi kelinchaklarimiz bu haqida bilmaganliklari sababli biz bugun shu haqida video tayyorlashga qaror qildik. Bu natriy xlorid burunga tomizlanadigan narsa, hech qanaqa zarari yo'q. Buni chaqaloqlarimizga, endi yangi tug'ilgan chaqaloqlarimizga, ayniqsa qishda tug'ilgan chaqaloqlarimizga keng ko'lamda foydalansak bo'ladi. Misol uchun, buni bitta donasini sindirib olgan holda shu bosh qismini kesib olib tashlanadi, ya'ni ochiladi. Ochilgandan keyin chaqalog'imizni burun teshiklariga bitta donadan tomizlansa ochib yuboradi. Bu natriy xloridni mana shunaqa ampulasi ko'rishingiz mumkin. Ixcham ko'rinishda mana. Buni endi yangi tug'ilgan chaqaloqdan boshlab 3-4 yoshgacha bo'lgan yosh bolalarimizga keng ko'lamda ishlatsa bo'ladi. Buni me'yor degan narsasi yo'q. Ya'ni qish vaqtida chaqalog'ingizni, yosh bolangizni burni bitib qoldimi, bitta tomchidan har bitta burun teshigiga tomizsangiz bo'ladi. Har yarim soatda yoki har 1 soatda ham tomizsanglar bo'ladi. Shuning uchun ham biz buni sizlarga bugungi mavzu sifatida keng ko'lamli qilib tavsiya qilyapmiz. Bu yana bitta ustunlik tarafi, sizni oila boshingiz, ya'ni endi yosh kelinchaklarning xo'jayinlariga, cho'nchagiga ham zarar emas. Ya'ni narxiga to'xtalib o'tirgan bo'lsak, buni narxi 10 ta donasi aptekalarda endi uzog'i bilan 12 ming so'mgacha sotiladi. 10 ta donasi, buni bitta donasi emas, 10 ta donasi 12 ming so'mgacha sotiladi. Misol uchun meni o'zim buni 9 ming so'mga 10 ta donasini sotib oldim. Ko'rishingiz mumkin mana. Va bu qish vaqtida o'zimni farzandlarimga ham keng ko'lamli qilib foydalanyapman va foydasini sezyapman. Burunni ochishda eng chempioni mana shu deb sizlarga o'zim foydalangan dori vositasini tavsiya qilyapman. Sizlar ham foydalanib ko'ringlar, foydasini ko'ringlar va burun bitish kabi farzandinglarni qiynayotgan yo'nalishlarni bartaraf etishinglarga tilakdoshman. Bundan ham yaxshi ma'lumotlarni qo'lga kiritish uchun, bundan ham yaxshi tabiiy va cho'nchakbob bo'lgan dori vositalari haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun bizning YouTube kanalimizga a'zo bo'lishingizni iltimos qilamiz va bizning bundan oldingi va bundan keyingi videolarimizga o'z reaksiyangizni qoldirsangiz xursand bo'lar edik. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling va eng asosiysi kichkintoylarimizni sog'lig'ini ta'minlang. Joninglar sog' bo'lsin.